Tarvuz yetishtirish loyihasi. Ushbu loyiha Mikrokredit bank Pop BXM hamkorligida Namangan viloyati Pop tumani Yuksalish mahalla fuqarolar yig'ini 393-394 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydoni hajmi hozir ko'rinib turgan joy 5 gektar, yana yonida 394 konturda yana 5 gektar, jami 10 gektar maydonga tarvuz ekilgan. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar ekilgan. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha yarim gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Invest Sang Orom MChJ Uyg'ur Brendtex ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 50 tonna, jami 500 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.